ishoninglar, mehmon kutganimizda shu shirinlikni dasturxonga qo'ysam, Safiyadan oldingizmi deb so'rashdi. Baba nomer 1 de Safiyaniki deb qo'yishdi. Buni men o'zim tayyorladim desam, hayron qolib retseptini so'rashdi. Menimcha bu retseptni sizlar ham qidirib yuribsizlar deb o'ylab, sirazu retseptini olishga kirishib ketdim. Bitta idishimizga tuxum, shakar, qaymoqni solib mikser qilamiz. Ikkinchi idishimizga xona haroratida turgan sariyog'ni qo'shib mikserlaymiz. Ikkita massamizni bitta idishga solamiz, sodaga uksus qo'shib aralashtiramiz, un solib yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Xamirni tindirib o'tirish shart emas, sirazu nachinkasini boshlaymiz. Hamma mahsulotlarni idishga solamiz, mayin chiqishi uchun mikserlab olamiz. 4 dan 3 qism xamirni qolipga yoyamiz, ustidan nachinkamizni solamiz. Qolgan bir qism xamirimizni chiroyli qilib kesib olamiz, ustilarini bezatib pishirish uchun 1 soatga jo'natamiz. Ko'rinishlariga necha baho qo'yasizlar, kommentariyada yozinglar. Chaynab o'tirishga hojat yo'q, chunki og'zingizda shundoqqina erib ketadi. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib olinglar.